Ramazon oyida ayollarning mehnatini qadrlamasak, to'g'risi noshukr bo'lamiz biz. Bizga qaraganda kamida yarim soat, 1 soat oldin uyg'onishadi. Chunki saharlik tayyorlaymiz deydi-da. Undan keyin idish-tovoq yuvish, bolalarni maktabga tayyorlash, ularni kuzatib yuborish, yuv, spir, sidir, changlarni art va hokazo. Endi bu narsalarni och qoringa ro'zador holatda qilishlik ularga ham oson emas. Kamida 2 soat oldin iftorlikka harakat boshlaydi. Salat qiladi, pishiriq qiladi, yaxshiroq bir tansiq taom tayyorlaydi. Iftorlikni qilib bo'lganimizdan keyin biz erkaklar taroyih namoziga ketamiz. Ayollarimiz yana idish-tovoq bilan qoladi-da. Idish-tovoqlarni yuvib, endi ozgina dam olaman deb o'tirgan paytda biz taroyih namozidan kelamiz va onasi qorni ochsa choy-poy bergin deymiz-da. Biz qadriga yetishligimiz kerak. Onasi rahmat umringdan baraka top, qo'llaring dard ko'rmasin, yaxshi ham borsan deb qo'yinglar. Noshukr bo'lamiz bo'lmasam, to'g'risi. Saxiyroq bo'laylik Ramazonda. Bilmadim, bir hadiyalar, sovg'alar, shirinliklar nimadir ko'tarib kelaylik, minnatdorchilik sifatida.